Bu videoda sizlar ari chaqtirishi organizmga qanaqa foydalari borligi haqida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu sizlar uchun juda ham muhim narsa. Chunki uni juda ham ko'p organizmga foydalari bor. Ya'ni apiterapiya, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, apitoksin terapiya deb aytiladi. Aridan chiqadigan zaharni organizmga bo'ladigan foydasi. Demak, ari chaqtirish oldindan ommalashib kelgan narsa hisoblanadi. Hozirgi kunda ham bu bo'yicha katta klinikalar, faqat shu ari bilan shug'ullanuvchi klinikalar ham juda ham ko'p. Demak, arini chaqtirishni o'zi haqida gaplashamiz bugunchalik. Demak, o'zi arini asali, mumi, ari juda ham ko'p foydali taraflari bor. Biz hozir faqatgina ari chaqtirish haqida sizlar bilan gaplashamiz. Demak, ari chaqtirish organizmga birinchi navbatda beradigan foydasi ari zahrida apitoksin, arini zahrida o'sha qonimizni birinchi navbatda qon tomirlarini kengaytirish xususiyati bor. Qon tomirlari kengayib, qonimiz suyulib, qon yaxshiroq aylanadi. Qon bosimi normaga tushadi. Qon bosimini ayrim holatda balandroq ko'tarish ehtimoli ham yo'q emas. Birinchi navbatda baribir har doim ari chaqtirish mutaxassis nazorati ostida qilinishi kerak va u birinchi probaga o'sha qo'yib ko'rilib, allergik reaksiya bermagandan keyin davom ettirilishi kerak bo'ladi. Demak, bo'g'im va mushaklarda bo'ladigan og'riqlarni kamaytiradi. Ayrim holatlarda agar bo'g'im mushak og'riqlari toza shamollashdan bo'ladigan og'riqlar bo'lsa, 100% o'sha ari chaqtirganligi tufayli 100% bu shamollashdan qutulib ketish ham mumkin bo'ladi. Demak, keyingi foydasi bizani immunitetimizni rag'batlantiradi. Immunitetimiz ko'tarilib, o'sha bizada immunitet tushib, yallig'lanish va shamollashga bo'ladigan moyillikni oshiruvchi elementlar kamaytiriladi bunga mos bo'lgan holatda. Demak, immunitetimizni tabiiy ravishda ko'tarib beradi. Sog'lom yurishimiz uchun juda ham foydali bo'ladi. Demak, qon aylash yaxshilangandan keyin kislorod bilan to'yinish jihati ham ko'payadi. Ya'ni bizning hujayralarimiz kislorod bilan to'liq oziqlanganligi uchun yaxshiroq yashab, ular tezroq, ko'proq paydo bo'lishiga ham foyda beradi. Demak, yana bir tarafi teri qavatlarimiz ham yangilanib turishi uchun foyda beradi. Ari zahri organizmda endorfin, ya'ni baxt gormoni ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Ya'ni bizda agar ari chaqtirish terapiyasidan o'tganimizdan keyin biz o'zimiz uchun juda ham bir yengil holatda asabiyligimiz kamaygan bo'ladi va stresslarga beriluvchanlik pasayadi. Ya'ni ikkinchi tarafi neyrodegenerativ kasalliklar, ya'ni Alzheimer, Parkinsonizm shunga o'xshash kasalliklar chalinishi oldini olish uchun profilaktika maqsadida foydalanib turish ham juda ham yaxshi foyda beradi. Ayrim teri kasalliklarda, ya'ni psoriaz, ekzema shunga o'xshash zamburug'li yoki boshqa biron bir teri kasalliklarida ma'lum bir miqdorda qon aylanishi yaxshilanganligi hisobiga, tandagi toksinlarni haydab chiqarilganligi hisobiga bu kasalliklar ham o'zi uchun qanaqadir yengillik olishi mumkin. Albatta, bundan 100% davo deb qarab, shu muammo uchun 100% ariga qatnab qolishimiz kerak emas. Bu boshqa muolajalar bilan parallel ravishda olib boriladigan bo'lsa, juda ham zo'r foyda qiladi va organizmda kollagen ishlab chiqarish tezlashtirilganligi uchun inson butun tanasidagi teri tezroq almashinib turadi. Bu degani terimiz har doimgidan ko'ra mayinroq, yaxshiroq va sifatliroq yurishi mumkin. Ayniqsa bu ayollarga ko'proq foydali bo'lar ekan. Demak, ortiqcha xolesterindan xalos bo'lishimiz uchun ham foydali bo'lishi mumkin bo'ladi. Demak, oshiqcha vesi bor odamlar yoki o'zida biron bir shu og'irlik sezadigan odamlar bundan foydalanadigan bo'lsa, qon aylanishini yaxshilab, shu qon tomiridagi xolesterinni kamaytiradi. Yana bizga foyda berishi mumkin bo'ladi. Modda almashinuvi yaxshilaydi. Demak, kimdir semirmoqchi bo'lyapti, kimdir ozmoqchi bo'lyapti. Именно boya aytganimdek, bu narsaga yordam, buni o'zidan 100% deb qaramaymiz. Shu qilingan boshqa bir harakatlar bilan albatta parallel ravishda olib boradigan bo'lsa, metabolizm yaxshilashganligi uchun semirishimizga ham, ozishimizga ham tezroq foyda berishi mumkin bo'ladi. Bizga yana bitta bo'ladigan foyda tarafi buni bizda общий olganda o'sha boya hozir aytganimizdek metabolizm yaxshilanganligi uchun общий bizani tanamizni yengillik his qilamiz. Har doimgidan ko'ra boya aytganimizdek o'sha gormonlar ishlab chiqarish yaxshilanganligi uchun biz hamma narsaga pozitiv qaraydigan holatda bo'lishimiz mumkin. Umuman olganda kuni bo'yi bo'ladigan ish faoliyatimizga ham ta'sir qiladi. Uyqu yaxshilanadi, yaxshi uxlaydi. Odam yaxshi uxlagandan keyin kayfiyat yaxshi bo'ladi. O'sha hammasi bir-biriga bog'liq. Har tomonlama organizm o'zini juda ham yengil his qilishlik uchun foyda beradi. Ayrim holatlarda mushaklarda spazm bo'lib qoladi. Masalan, qaysidir bir og'riq tufayli mushaklar qattiqlashib, tonus kelib qolgan holatlar bo'ladi. Ularga ham ari chaqtirilishi o'zini kursida qilinadigan bo'lsa, bu ham juda ham bir foydali tarafi bo'ladi. Ancha-muncha, chunki ko'p holatda bu spazm, og'riq, tortishib qolishlar hammasi yoki qon aylash yaxshi emasligi yoki shamollash tufayli bo'ladi.
Demak, buni ikkalasiga ham foyda qilgani uchun bunaqa muammosi bor odamlar albatta hech qanaqa dori-darmonsiz tabiiy ravishda qutulib ketishi mumkin bo'ladi. Endi bel grijasiga keladigan bo'lsak, bel grija osteoxondrozga foyda qilishi mumkin. Faqat boya aytganimizdek 100% grijani bu kichraytirib yo'q qilolmaydi. Demak, ari chaqtiradigan odamlar ham buni bo'yniga olib qo'yib kichraytirib beraman deb va'da berib qo'ya olmaydi. Ayrim va'da beradigan odamlar demak buni oxirigacha bajara olmaydi. Lekin foyda qiladi, foyda qilish tarafi qanaqa? Ma'lum bir miqdorda organizmni ko'p o'sha nagruzka shamollash, yallig'lanish ko'p bo'lganligi uchun disklarimizda grijaga moyillik, ya'ni diskda moddalanish pasaygandan keyin u eziluvchanroq bo'lib qoladi, nozikroq bo'lib qoladi. Demak, bu o'sha holatni tiklashtirib, o'sha boya aytganimizdek sust holatda o'ziga qaytarib, disklarimizni ham yaxshi baquvvat holatda bo'lib yurishi uchun foyda beradi. Ya'ni disk grija bo'lishi oldini ma'lum bir miqdorda oladi. Grija bo'lib qolgandan keyin bu kurslarni olish bo'lsa, o'sha grija qisayotgan nervdagi qon aylanish yaxshilaydi, diskka o'zida qon aylanish yaxshilanadi, moddalanish o'zgaradi. Keyin o'sha bizada deylik oyog'imiz yoki belimizda bo'layotgan, mushaklarda bo'layotgan qattiq spazm, tortishib bo'layotgan og'riqlarni ham shamollashlarni kamaytirganligi hisobiga, qon aylanish yaxshilashganligi hisobiga kamaytiradi. Ma'lum bir miqdorda 10% dan 50% gacha o'zgarish berishi mumkin agarda toza grija bezovta qilayotgan bo'lsa. Agarda ari chaqtirib 100% grijadan qutulib ketdim deb yuradigan odamlar bor. Bunaqa odamlar demak toza grijani o'zi bo'lmaydi. Burada ozgina grija ko'proq shamollash bo'lganligi hisobiga shamollashdan ari chaqtirib qutulib ketadi va grijadan shu muolaja orqali yaxshi bo'ldim deb o'ylaydi. Demak, foydasi bor, lekin 100% buni o'zi bilan yaxshi bo'lishi qiyin masala. Endi har bir narsaning ham foydasiga yarasha ozgina zararlari ham bo'lishi mumkin. Bu haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi navbatda e'tibor qilishimiz mukammal bo'lgan mutaxassis apiterapevtga murojaat qilishimiz. Demak, ular tajribasi ko'p bo'lishi va o'sha ishi professional darajada bo'lishi birinchi navbatda. Ikkinchisi, agar bizda qanaqadir allergiyaga moyilligi bo'ladigan bo'lsa, albatta buni borib mutaxassisga aytishimiz. Mutaxassis o'zi ham bu haqida baribir konsultatsiya o'tkazadi o'zi. Qanaqadir allergiya bo'ladigan bo'lsa, uni birinchi navbatda tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Agar bizga ma'qul keladigan bo'lsa, davom ettiriladi. Endi ayrim holatlarda qon bosimi baland yuradigan odamlar bo'lishi mumkin. Qon bosimi ozgina ma'lum bir miqdorda ko'targanligi uchun qon bosim oshib turgan paytda buni olmaganimiz yaxshiroq bo'ladi. Yana ayrim holatlar bo'lishi mumkin bo'ladiki, odamlar o'zida qanaqadir qo'rqish yoki o'zi ishonmasligi yoki shunga bo'lgan tanadagi o'sha miya bu narsadan qo'rqib yurganligi uchun tana ham shunga moslashib uni olgandan keyin qanaqadir organizmda odamni o'zi sun'iy yaratadigan biron bir muammo paydo bo'lishi mumkin. O'shaning uchun juda ham ehtiyotkorlik bilan, birinchi navbatda proba bilan yaxshi mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Keyingi videomiz nima haqida bo'lishini xohlaydigan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Shunaqangi qiziq ma'lumotlar va o'zingizga kerak bo'lgan biron bir savollarga javob topish uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Demak, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.